Do'stlar, mana bu nimaligini bilasizlar hammanglar. U sovetskiy qadimgi ключ ekan, 12 bilan 10. Do'stlar, ko'rib turganingizdek parokka o'rnatish jarayonida turibmiz. Mana hozir ko'rdinglar. Juda ham o'zini eski parogi mana yirtilib yo'q bo'lib ketgan, bilmayman qanaqa holatga kelib qolgan. Endi 50 yil turgandan keyin bilasizlar, mashina juda ham qiyin ahvolga keladi. Birinchi o'rinda Volgalarda parok bilan podpilnik hisoblanadi. Mana ko'rib turganingizdek, ko'rsatim juda ham yomon ahvolga keldi. Sizlarga ekskluzivniy narsa, bunaqa parokka shunaqa kuchli sostoyaniyada topish juda ham oson bo'lmadi. Biz sizlarga va'da qilganimizdek mashinamizni zavod holatiga olib kirish uchun har bitta detaliga alohida e'tibor beramiz, bilasizlar, va sizlar bilan birgalikda o'rnatish jarayonini kuzatamiz. Parogni yechayotgan paytimizda ichidan chiqib keldi. Bilmayman qaysidir usta yoki qoldirib ketgan yoki zavodda kimdir tushirib qoldirgan, lekin juda ham noyob topilma. Menimcha buni muzeyga berib yuborsak kerak katta ehtimol bilan. Do'stlar, yana bitta narsani aytib o'tib ketmoqchiman. Biz kichik detallarga ham ahamiyat qilamiz, chunki mashinamiz ideal bo'lishi kerak. Bu narsani ko'pchiliginglar bilasizlar, mashinani bor informatsiyasi shu yerda yozilgan bo'ladi, lekin afsuski 50 yil ichida bu ko'rinmas darajaga kelib bo'lgan. O'shaning uchun biz yo'lini topib, kerakli akalarimizga chiqdik va bular 1,5 kun ichida shuni ideal holatiga har bitta sonini alyumin bilan yozib berishar ekan va menimcha ko'rganda odamning ko'zi quvonsa kerak. Albatta bu qo'shimcha plus. Xo'p, yana nima qildik? Eshiklarimizni olib tashlaganmiz. Ko'rdinglar boya, chunki parok o'rnatayotgan paytda eshik bizga kerak bo'lmaydi. Mashinamiz ideal, o'zimiz o'ylaganimizdan ham yaxshiroq va tezroq bityapti. Albatta RetroCar So'z loyihasini kuzatib boringlar, biz hammalarni yaxshi ko'ramiz. YouTube'imizga ham, Instagram'imizga ham podpisatsiya tugmasini bosinglar. Sizlarni boshlovchilar aka Javoh, sizlar bilan birgalikda kuzatib boramiz.